ketmonni olib, turpoqni olib, bir tonnani paqirga solib, uni ko'tarib, belim og'riyapti deb endi tom yopish kerak yo'q. Mana sizga yangilik ustunsiz 30 metrgacha tom yopish xizmatini tavsiya etamiz. To'liq ma'lumotni Akmaljondan olasiz. Akmaljon, tushunmisiz? Akmaljon, bu joyimiz nechiga nechi? Aka, bu joyimiz 34 ga 50 metr bo'lgan. Aha. Bu joyda uyda gaz betonni qo'yib bergan, gladki listdan boshlab stoka turbalarni qo'yganmiz. 3 qator balka tashlab firmalarni 1,5 metrga qo'yib, rekalarni 65 santimetrga qo'yib, profnasilni olib bergan, qotirib berganmiz aka. Zo'r. Summasi necha million bo'lyapti kvadrat? Summasi 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha, bu zdaniyamiz 240 ming so'mdan qilib berganmiz aka. Xo'p, bizni obunachilarga bonus qilib berasizmi? Siz obunachisiga aka, xudo xohlasa kraskasini olib bersa, kraskasini bepulga sepib beramiz aka. Bepulga sachib, tomlarni endi shipirlarigacha qatirib beriladi. Xudo xohlasa. Zo'r qilib. Xizmatlarimizga 100% garantiya. O'ng tarafda, chap tarafda zdanalarimizni ham o'zimiz qilib berganmiz. Mana shu zdaniyamiz oxirgi zdaniya. Undan keyin dalish xudo xohlasa ishlarimiz bor. Xudo xohlasa. Do'stlar, bu narxlarda ichida O'zbekiston bo'ladi. Dastavka, ustanovka, konteyner profili, usta haqqi, balgarka, suvarka hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Sizdan talab qilinadigan narsa yeb, ichish, yotoqda qilib bersalar ham bo'ldi. Bu yerda qat-qatga qilsa bo'ladi sana, oddiy uyni tomaga, sun'iy stadionlarga, molxonaga xullas yobiladigan zdaniyalar borki, bemalol qilib berishaveradi. Ushbu joyimizni ham, ya'ni quruq yerga akalarimiz chiroyli qilib ko'tarib bergan. Kimgadir shunaqa konteyner profildan tom yopish xizmati kerak bo'lsa, Akmaljon nomerini pastda qoldirib, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Garantiyasini